Kelinposhsha yarim soatda noodatiy taom tayyorlang desalar, aynan shu taomni tayyorlab lol qoldim. Bir sirni ochaymi sizga? Ko'rinishidan antiqa taom bo'lsa-da, tayyorlanishi juda ham oson. Yog'siz qiymaga kerakli ziravorlar, mayda to'g'ralgan ko'kat va piyozni solasizda, yaxshilab aralashtirasiz. Mayda-mayda qilib koptokchalar yasab olasiz. Taomni qovurish uchun mayda qilib to'g'ralgan sabzi, chesnok va piyoz kerak bo'ladi. Mayda kartoshka solganim uchun to'g'ramadim. Yirik kartoshka bo'lsa, albatta maydalab to'g'rab olasiz. Tovani qizdirib yog' solamiz. Yog'imiz qizigach, koptokchalarni har tarafini tillarang qilib qovurib olamiz. Qolgan yog'ida to'g'ralgan mahsulotlarimizni qovurib olamiz. Birin-ketin solamizda va ustidan chiroyli rang berish uchun tomat pasta, tuz va qizil paprika solamiz va albatta un solamiz. Unda ham yaxshilab qovuramizda, ustiga muzdekkina suv quyamiz. Avvaldan qovurib olingan koptokchalarni solamiz, ustidan mayda-mayda yangi chiqqan kartoshka va garoq solamiz. Yaxshilab aralashtirib 25-30 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Vah, bu taomning mazasi ham, rangi ham, hidi ham juda ham mazali. Sizga ham retsept yoqdimi? Unday bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'ying. Kechki taomga nima tayyorlasam ekan deb o'tirgan yaqinlaringizga videoni yuborib qo'ying. Aytgancha, ishtahangiz ochilsa, bilasizlar nima qilishdi. Robiyangizniki mehmonga keling.